أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم سباقداشlar. Bugünkü dersimiz taaddil fiil ve lüzumu, yani ütümlük fiil ve ütümsüz fiil hakkında toxtalamiz. Türüngi dersimiz iştigal amil an ma'mulihi, amilning o'zining ma'mulidan kashfullab qilishi degan haqida to'xtalgan oldingi dersimiz. Bugungi dersimiz fiillarning ütümlük holati va ütümsiz holati haqida to'xtalamiz. Biz birinchi bo'lib bu darsni tushunishda bir nechta savollarga avvalan javob beramiz. Birinchi savolimiz fe'l degan nima degan haqida to'xtalamiz. Fe'l kalimatun tadullu ala hudusi shay fi zamanin muayyan bir zamanda ma'lum ish harakatni bildirgan so'zni fe'l deymiz. Anda bo'lsa shu ma'lum bir zamanda ma'lum bir ish harakatni, ma'lum bir hodisani bildirgan so'z fe'l bo'ldi. Bu ya o'tgan zamondagi ish harakatni bildirdi, yoki hozirgi zamondagi ish harakatni bildirdi, yo kelgusi zamondagi. Unda bo'lsa fe'l mazi, o'tgan zamon fe'li, fe'l muzari, hozirgi zamon yo kelgusi zamon fe'li, fe'l amri, kelgusi zamon fe'li deb uch qismga bo'linadi dedik. Endi fe'l mutaaddi va fe'l lozim deb shu uch zamonga bilingan fe'l endi mutaaddi yoki lozim deb ikkiga bo'linadi. Yoki ba'zi ulamolar fe'lni ikkiga bo'lgan, fe'l mutaaddi va fe'l lozim deb ikkiga bo'ldi. O'timlik fe'l yoki o'timsiz fe'l deb. Yine ba'zi ulamolar buni uchga bo'ldi. Fe'l mutaaddi, fe'l lozim, o'timlik fe'l, o'timsiz fe'l dedi va uchinchi bir qismi o'timlikmi emas, o'timsizmi emas, yani mutaaddimi emas, lozimmi emas, bu kana khatuha babi deb fe'l naqsni misol qildi. Ba'zi ulamolar buni fe'l naqsni o'timlik fe'l babiga chiqarib olsak, bu xabarni maf'ulun bih qatoridan ko'rib deganlarmi bo'ldi. Shunga biz cho'ng jihatdan fe'l lozim va fe'l mutaaddi. Fe'l mutaaddi degan nima desa, fi'lun la yaktafi ma'a fa'ilihi ve yahtaju ila mef'ul bih. Fe'l mutaaddi degan fa'illardan kifoyalanmaydigan, mef'ulun bihga muhtoj bo'ladigan fe'lni fe'l mutaaddi deymiz. Masalan, qara'atul kitoba deganga o'xshash, kitob o'qidim deganga o'xshash. Ammo fe'l lozim degan fi'lun yaktafi ma'a marfu'ihi, yani ma'a fa'ilihi ve la yahtaju ila mef'ul bih. Mef'ulun bihga muhtoj olmaydigan fa'illardan kifoyalanadiganni buni fe'l lozim deymiz. Masalan, qama, jalasa deganga o'xshash. Masalan, jalastu desa o'ltirdim degan bo'ldi. Qama desa o'rnidan turdi deganni bildiradi. Shunga o'xshash o'timsiz fe'llarni ko'rsatib turadi. Masalan, karuma, Muhammad sharaflik bo'ldi, sahi bo'ldi deganga o'xshash. Nazufa, pokiza bo'ldi deganga o'xshash. Mana shu maf'ulun bihi muhtoj bo'lmay, ma'lum ish harakatni bildirgan fe'llarni ko'rsatib turadi. Andada cho'ng jihatini bitgan vaqtimizda fe'l lozim bilan fe'l mutaaddini o'rtasidagi farqni, ma huval farq baynal fi'l mutaaddi val fi'l lozim. O'timlik fe'l bilan o'timsiz fe'lning o'rtasidagi farq zodi nima? Qanday farq bor ikkisining o'rtasida deganimizda, ikkisining o'rtasidagi farq, ya'ni maf'ulun bih talab qilish yoki talab qilmaslik. Maf'ulun bih talab qilgan bo'lsa mutaaddi bo'ladi, maf'ulun bih talab qilmagan bo'lsa lozim bo'ladi. Qolgan jihati farq yo'q. Masalan, o'timlik fe'l mutaaddining maf'ulun mutlaqi keladi, maf'ulun li ajli keladi, maf'ulun ma'asi kelalaydi. Ammo shu fe'l lozimlarning maf'ulun mutlaqi keladi, maf'ulun ma'a, maf'ulun li ajli, maf'ulun fih degan to'rt maf'ul ikkilisi o'rtaq. Ammo shu faqat lozim va mutaaddilik shu maf'ulun bihga qarashlik bo'ladi. Maf'ul deb kelsa maf'ulun bihni ko'rsatib turadi. Am atalib ya maf'ulun bih degan ya maf'ulun bih o'rinlanib turadi deymiz. Ma'lum ish harakatining ustiga tushganini bildiradi. Endi yoki
mef'ulun bih deb kıldı yoki mef'ul deb kıldı. Qolganlari cho'qim qayta qoladi. Mef'ulun mutlaq, mef'ulun fi, mef'ulun li ayli, mef'ulun ma'ah deb kıldı. Anda bo'lsa, mef'ulun bih degan nima? Zade pil lazım bilen pil mutaddining o'rtarini farqlantirib turadigan bu mef'ulun bih dedik. Mef'ulun bih degan nima? Qandaq narsani mef'ulun bih deymiz deganda mef'ulun bih deganimiz ish harakat uning ustiga tushganini bildiradi mana mef'ulun bih bo'ladi. Ma'lum bir ish harakat uning ustiga tushgan bo'lsa, uning ismi mef'ulun bih bo'ladi. Anda da mef'ulun bih ish harakat uning ustiga tushgan narsani ko'rsatdik. Akala Muhammadun xubzan desak, xubzan mef'ulun bih. Muhammad nonni yedi degandan yashdan iborat sharkat nonning ustiga tushdi. Ya'ni non yeyilguchi bo'ldi, unda o'zi xubz mef'ulun bih ekan. Unda bo'lsa ikkisi o'rtadagi farq birinchisi biz buni kitobning ta'rifatini aytganda mef'ul fil mutaaddining alomati nima desa, ikkisi o'rtadagi farq nima deb tushunsak bo'ladi. Fil mutaaddining alomati cho'qim mef'ulun bih qabul qilish. Mef'ulun bih yoki mef'ulun bih bo'lgan zimirning shu pilga tutuşab kelishi. Mef'ulun bih bo'layotgan zimirning u pilga tutuşab kelganligi pilning mutaaddi ekanligiga alomat. Ammo mef'ulun bih bo'lmaydigan zimirlar, mef'ulun bih bo'lgan zimir, menda yoki mef'ulun bihning g'ayri bo'lgan zimirlar u pil lozim qilib tushadi, pil mutaaddiga tushadi. İkincisi, endi şu mef'ulun bihning alomatining ikkinchi alomati nima? Pil mutaaddining alomatlaridan ikkinchi alomat pil lozimda tepilmaydigan, pil mutaaddi tepildigan alomatdan ikkinchi bir alomat. Bu xos alomat deganda ismul mef'ul uning masdaridan ism mef'ul yasalish yoki yasalmaslik. Pil mutaaddining masdaridan ism mef'ul yasaldi. Amma pil lazımning masdaridan ism mef'ul yasalmaydi. Bunda qilganda pil ism mef'ul degan pil mutaaddidan keladi, pil lazımdan kelmaydi degan bo'ldi. Ana cho'ng alomat ikki bo'ldi. Mef'ulun bih butqan u pil mutaaddining alomatini mef'ulun bih butqan zimirning uning tutushi. İkincisi ismi mef'ulning pil mutaaddidan kelishi. Endi pil lazımda del mushrik narsa mavjud emas. Pil lazımda pil lazım mef'ulun bih talab qilmaydi, ham mef'ulun bihqa qaytgan zimir uning tutashmaydi. Masalan, misol ko'rsak, akramtu Muhammadan. Akramtu Muhammadan desak, Muhammad mef'ulun bih. Karuma Muhammadun. Muhammad hurmatli bo'ldi dedik. Endi akramtu Muhammadan, Muhammadni hurmatladim degan bo'ldi. Musharazat akrama fil mutaaddi. Mutaaddi filga mef'ulun bih qaytgan zimirni tutuşudu, uni g'ayrimi tutuşudu. Masalan, Muhammadun akramtuhu. Muhammadni hurmatladim desak, Muhammadun akramtuhu degan u zimir mef'ulun bih tutgan zimir bilan ma'lum. Amma karuma degan yoki jalasa degan mef'ulun bih tutgan zimir tutashmaydi. Masalan, Muhammadun karuma, Muhammad sahibi bo'ldi. Muhammadun sharufa mef'ulun bih tutgan zimir oshkor tushib kelmadi. Tigidagi zimir fa'il mef'ulun bih tutgan zimir emas. Amma masdar mef'ulun bih bo'lmaydigan, mef'ulun mutlaq tutgan zimir yoki mef'ulun fih tutgan zimir bular pil lozimga tutishadi, pil mutaaddiga tutishadi. Masalan, al-ikram akramtuhu Muhammadan. Al-ikram mubtada, akramtuhu deki hu zimir mef'ulun bih bilan siyaq. Akramtuhu Muhammadan deki Muhammadan mef'ulun bih. Akramtuhu deki hu zimir bu masdar qaytgan zimir bo'lganligi uchun bu mef'ulun mutlaq. Hürmetlidim men Muhammed'in mushunda hürmetlimekliki deb akramtuhu deki hu zimir ikram degan masdar qaytib bu mef'ulun mutlaq bo'ladi. Endi mush zimir mef'ulun pil lozimga tutuşamdi desa tutuşudu. Al-ikramu
qumtuhu desek, qumtuhu ikram degan masdar qaytib, hurmatlash, men shundaq hurmatlashni tudim degan bo'ldi. Men ana shundaq hurmatlashni tudim degan bo'ldi. Yoki al-ikram jalastuhu, men buni mushundaq o'ltirishni o'ltirdim degan. Bu xuddi bu nimaga o'xshaydi desangiz, jalastu al-julus, qumtu al-qiyam. Yoki maf'ul mutlaq misal al-qiyamu qumtuhu, al-julusu jalastuhu. Maf'ul mutlaq misal maf'ul mutlaq degan shu fe'lning nav'ini bayon qilishga kelgan desak, al-qiyam qumtuhu, al-julus jalastuhu, al-ikram akramtuhu. Demak, bu akramtuhu dek zimrimi maf'ul mutlaq masdarga qaytadi, jalastuhu dek zimrimi masdar qaytadi, qumtuhu dek zimrimi masdar qaytadi. Unda akramtuhu dek zimrimi maf'ul mutlaq. Chunki ikram degan masdar qaytganligi uchun, jalastuhu dek zimr maf'ul mutlaq, chunki al-julus degan masdar qaytganligi uchun, qumtuhu dek zimr maf'ul mutlaq, chunki al-qiyam qaytganligi uchun. Shunga faqat farq qilgani ekan masdarin uning zimr maf'ulun bih bo'tgan zimr maf'ulun bih bo'tgan zimrning uning tutishab kelalishi yoki kelanmasligidan farq qiladi deb qaraymiz. Buni bu cho'ng jihatga farq alomati shu. Endi mushu film mutaaddi qancha qismga bo'linadi? Biz bil lozim bilan film mutaaddini arab bo'ldik. Film lozim faqat endi film lozim deganni bayon tushundik. Ism maf'ul kammaydi dedik. Film mutaaddidin ism maf'ul keladi dedik. Ism anda o'zi film lozimning ikkinchi birisi film lozimning maf'ulun bih harfi jar bilan mutaaddi bo'ldi. Film lozimning mutaaddi bo'lish usullari bir necha, uning ichidan film lozim biri harfi jar bilan lafzi o'zgarmay turib harfi jar bilan mutaaddi bo'ldi. Uningdan boshqa mutaaddi bo'lishning bir necha usullari bor. Film lozimning mutaaddi bo'lishning usullaridan, masalan, beshqa hamza kirish orqali karuma sehol hurmatlik bo'ldi, sharufa hurmat, karuma desak akramtu hurmatlidim. Karuma hurmatlik bo'ldi, akramtu hurmatlidim deganga o'xshash. Hamza kirish orqali. Yoki aynan barobarini takrorlash bilan bo'ldi. Masalan, fahima tushundi. Yoki fa'ala vazniga chiqish bilan fa'ala vazniga keltirish bilan mutaaddi ilishidir. Yoki fa'ala vazniga chiqish bilan mutaaddi ilishidir. Ba'zi istaf'ala yastafilu babiga chiqish bilan mutaaddi ilishidir. Odatda qat'iy maf'ulun bih kam etgan fillar mabab chiqish o'zgarish orqali bir maf'ul talab qilgan bo'ladi. Agar asli bir maf'ul talab qilgan bunda bablarga chiqish bilan ikki maf'ul talab qilgan bo'ladi. Lekin bu fil lozimning mutaaddi bo'lishining usullarida yana bir usul harfi jar orqali mutaaddi ilishidir. Marartu bi Zaydin, Zaydni bilan o'tdim. Zahabtu bi Zaydin, Zaydni ketkizyaptim. Masalan, zahabtu bi Zaydin, azhabtu Zaydan bilan ma'nodashiladi. Shu harfi jar bilan shu buni jar majrur bilan kelgan so'zni biz ba'zi maf'ulun bi g'ayri sari maf'ul, lekin maf'ulun bi'lik alomati oshkora bo'lmagan deb qaraymiz odatda. Shunga biz bu yerda fil lozim va fil mutaaddining farqini tushundik. Fil mutaaddi 3 qismga bo'linadi. Fil mutaaddi bir maf'ulga o'tkichi fil, ikki maf'ulga o'tkichi fil, 3 maf'ulga o'tkichi fil deb bunda 3 ga bo'linadi. Ya'ni bir maf'ulga o'tkichi fil odatda masalan fahimtu darsni tushundim. Bir maf'ulga o'tkichi ba'zi fillar bor. Birdan o'tam maf'ul taraf qilgan, birdan maf'ul taraf qilgan. Masalan bada'ani misol qilsak bada'tu darsni boshladim. Bada'at darsu dars boshlandi. Ba'zan mutaaddi bo'ladi va ba'zan holatda lozim bo'lib ishlatiladi. Endi bir maf'ulga o'tkichi fillar bor va ikki maf'ulga o'tkichi fillar bor. Endi bir maf'ulga o'tkichi fillar odatda bu fahimaga o'xshaysa ikki maf'ulga o'tkichi fillar ikki qismga bo'linib ketadi. Bu ikki maf'ulning asli mubda xabar o'g'ini zanna xatoga o'xshash bu o'tib bo'ldi. Yoki asli mubda xabar bo'lmagan ikki maf'ul talab qilgan fillar a'taba bilsak muto, kasaba bilsak muto, albasa bilsak muldo.
Müşunda a'taytu babi deb qo'yamiz shu. 3 maf'ulga tushiblar. Buning ikkinchi va uchinchi maf'ul mutlaq xabar bo'ladi. Biz ara a'lama babi dedik. Mushularni ko'rsatib turadi. Anda bo'lsa biz tuvanda mushularni tafsilga kirib o'tamiz. Musannif rahimahullah fil mutaaddining alomatini mundaq so'zlaydi. Alamatul fi'lil muadda an tasil ha g'ayri masdarin bihi nahwu amil fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub. Alamati fi'lil muadda ötümleştirilgen fi'linin alameti. Şu mesderinin gayrinin hası mef'ulun mesderinin gayrinin hası şu fi'lgi tutaşmaqlıqıdır. Mesderinin gayrinin hasıdır murad mef'ulun bihi utqan hanin o fi'lgi tutuşu. Ya da alametten birini sözlügen, yani bir alametini kuşap sözlüdüm bayan, şu mef'ulun bihi utqan zimirinin onun tutuşu bir alamet ve onun da isim mef'ulun yazılışı ikinci alamet oldu. Hem de alametul fi'lil muadda ütümlük fi'linin alametidir. Hem de fi'l mutaaddi de patsak mı bunu da? Bunun fi'lul al-mutaaddi. Fi'lul vaqi, fi'lul mucaviz de şuratılır degan. Fi'l mutaaddi de mi geldi? Fi'l vaqi de mi geldi? Fi'l mucaviz de mi geldi? İkimiz o'xshashgan. Vaqi degan gap uning ma'lum ish harakati boshqalarga tushish kuchini ko'rsatib turdi. Muaddi, mujaviz degan gap uning ish harakati fa'ildan masalan ish harakati ma'lum so'zga o'tganini ko'rsatib turdi. Endi fi'l lozimni cho'disi fi'l lozimni fi'l qasir deb ataldi. Fi'l qasir deb ataldi yoki fi'l mutaaddi bi harfil jar deb ataldi. Fi'l lozimning ismi nima deb atalibdi? Fi'l qasir. Fi'l qasir deyish fa'illardan to'xtab qolgan, maf'ulun bihi o'tmagan degan bo'ldi. Fi'l mutaaddi bi harfil jar deb ataldi. U harfi jar bilan mutaaddi o'tgan fi'l deb ataldi fi'l lozimni. Yoki fi'l lozimni fi'l g'ayri mutaaddi deb ma atalgan keldi. Endi fi'l mutaaddining alomati shu fi'l mutaaddiga masdar bo'lmaydigan dega maf'ulun mutlaq bo'lmaydigan, maf'ulun fih bo'lmaydigan zimirning tutishi, ya'ni maf'ulun bih o'tgan zimirning tutishi, masalan amil deganga o'xshash. Amil. Al khayru amiltuhu. Al khayru amiltuhu. Yaxshilikni men amal qildim desak, al khayru mubtada, amiltuhu jumla xabar. Amila fi'l mabni ala sukun, tu zamir muttasil mabni fi mahall raf'i fa'il, hu zamir muttasil mabni fi mahall nasb maf'ulun bih deymiz buna. Demak amila undaqda maf'ul mutaaddi ekan. Ham bunda ism maf'ul yasalmadi, ma'mulun amila ya'malu ma'mulun deb yasaladi. Fansib bihi maf'ulahu illam yanab an fa'ilnahu tadabbartul kutub. Şuna şu filga maf'ul masdarning g'ayri maf'ulun mutlaq bo'lmayotgan maf'ulun biyotgan haning tutishi filning mutaaddi bo'ldi. Shu ütümlük fil bilan u filning maf'ulini nasb qilgan. Fansib bihi şu fil mutaaddi bilan fil mutaaddining maf'ulun bihini nasb qilgan. İllam yanub agar şu maf'ulun bih fa'ilga naib bo'lib kelmasa, u fil nima bo'lib qolmagan bo'lsa, majul fil bo'lib qolmagan bo'lsa, u maf'ulun bih naib fa'il bo'lib kelmagan bo'lsa, navad naib fa'il bo'lib kelgan bo'lsa, u chaqda u maf'ulun bih nasb qilmay, u maf'ulun bih naib fa'il bo'lib rad yo'qiladi. Masalan, tadabbartul kutuba kitoblarni muloyiza qildim desak, tadbir qildim, uni radladim yoki muloyiza qildim desak, hozir endi majluscha tudbirat al-kutubu majlu bo'lgan chaqda u pash o'qilib ketadi, naib fa'illar.
Endi bu yerden çıkıdı fail rabbi okuludu. 5 çıkıp oldu. Mef'ul nasb okuludu. Şu failin peşi okuyumuz mef'ul ziver. Her daim peşi okulan mubda haber diyen kaydı var. Bu mutlak bundan birisi bir kısım gramatik şunas ulamalar deydi ki bu failin peşi okuş, mef'ul ziver okuş her ikisi karab aramayız. Biz deydi olan failun mensubun mef'ulun merfu'un bulab mekelalaydı deydi. Fail mensub bulab keladigan mef'ul merfu bulab kelsin bulavurdu. Qasının failligi, qasının mef'ulligi bilinsa deydi. O zir zibirga qarab turib, ha ma pesh o'qilibdi failken, ma zibar o'qilibdi mef'ulken deb arish, o xuddi bir narsa o'qolmaydigan sözlerinin ma'nosini bilmaydigan bir odamga qartilgan ish bu. Amaliyotda biz uni ish harakatini qilg'uvchini fail deymiz, ish harakat uning ustiga tushuvchini maf'ul deymiz. Buni qarab turib araymiz. Mayli u ish harakatni qilg'uvchi zibar o'qilgan bo'lsin fail bular urdi, ish harakat uning ustiga tushuvchi pesh o'qilgan bo'lsin maf'ul bular urdi. Masalan, buning misolidan ko'rsak, xaraqas savbu al-mismara kiyimni meh yirtivatdi degan o'xshash. Kasaran hajaru az-zujaja yoki kasara al-hajara az-zujaju. Kasara al-hajara az-zujaju. Taş şişini sunduruvatdi degan o'xshash. Bu yerda hozir xaraqas savbul mismar desak, mismar meh kiyimni yirtivatdi degan bo'ldi. Yirtivatquchi fa'il bo'ldi. Yirtilishdan iborat ish harakatining ustiga tushuvchi maf'ulun bih bo'ldi. Anda o'z xaraqat savbul mismara bo'lib, bu yerda maf'ul pashu qildi, fa'il zibar nasb qildi. Chunki buningda elishib qilish aslan mavjud emas. Qasining fa'illigi, qasining maf'ulligi elishib qoladigan holat, uqul olmaydigan holat shakllanganda fa'ilni pash maf'ulni zibar qo'yamiz. Undaq bo'lmaganda elishib qilish aslan mavjud bo'lmagan chaqda fa'il zibar maf'ul pash qilsin burada. Masalan, o'z xaraqat savbul mismarani biz buni tahlil qilsak, nima deb tahlil qilamiz deganda, xaraqa fil mazi mabni alal fath. الثوب مفعول به مرفوع يعني الثوب مفعول به يعني الثوب مرفوع مفعول به يعني الثوب منصوب مع الذمة لأنه مفعول به ذمولا Şum bir adam mensup dediğimiz mef'ulun bi demekçi. Yani bunu as-savbu merfu biz-zamme mensup mef'ulun bi. Yani bunda desek buldu. As-savbu labzan merfu ma'nan mensup. Liannahu mef'ulun bi. Muşan yaxşı atalması. Xaraqat savbul mismardaki el-mismar labzan mensub ma'nan merfu. Ma'nan merfu deyişimiz bu ma'nada fa'il bo'lganlik uchun merfu, labzan mensub desek bo'laveradi. Mushundaq keladigan ba'zi kitob she'rlarda mushundaq kelgan ahvollar bor, ba'zilar mushundaq hikoya qilgan. Bu kipqasa mushundaq deb qaraymiz. Ama bunun başka bir narsani qiyos qilmaymiz. Mushuna ahvollarmi bor. Anda bo'lsa, bizningki navbatda to'xtamoqchi bo'lganimiz fe'l lozim haqida. Biz fe'l mutaaddiini tushunib bo'ldik. Fe'l lozim degan nima desa, lazimun g'ayrul muadda va hutim luzumu af'alis sajaya kanahim. كذا علل والمضاهي أنسسا وما اقتزى نزافة أو دنسا
أو عرزا أو طاوع المؤدى لواحد كمده تمتدى. في اللازم degan nima? Musannif biz fil lazim bilan tushuntirib bo'ldik. Musannifning tushuntirishuncha baytni biz bir tarjima qilib o'taylik. Fil lazim g'ayrul muadda. Mutaaddi bo'lmagani lazimdir. Yani ötümsüz bir hesaplıdır. Hem de degan bo'ldi. Anda o'z fil lazimning alomati ikki bo'ldi bay deyotdik. Nima qilmaslar? Uning maf'ulun bi o'tgan zamonning tutashmasligi va mush uningdan ism maf'ul yasalmaslik. Maf'ulun bi o'tgan zaman tutashmoq bilan maf'ulun bi'ning g'ayri o'tgan maf'ulun li ajli. Nima? Maf'ulun ma'a butqan zamanı bo'lmadi, maf'ul ma'a nima? Maf'ulun fi va maf'ul mutlaq butqan zaman tushunadi. Masalan, al-qiyam qumtuhu, al-julus jalastuhu deganga o'xshash. Yoki al-laylu jalastuhu, al-layla jalastuhu, al-laylu jalastuhu. Bu kecha o'ldirdim men bu kechada. Al-laylu jalastuhu. Kecha bu kechada men o'ldirdim dedik. Zarf zaman bo'ldi men bu yerda. Endi maf'ulun fi'ning alomati nima? Nima? Fil lazimning alomati nima? Qandoq fil lazim bo'ladi desa, tuvanlik deymiz. Hutima luzumu af'al sajaya ka nahim. Nahimga o'xshash tabiat fillarining lazim bo'lishi keskin bo'ldi, vojib bo'ldi. Tabiat fillarining fil lazim bo'lishi vojib. Endi o tabiat fil deb qanday filni deymiz? Biz tabiat filmi deb tabiat fili deganimiz, tabiat fili deganimiz bu odatda tabiiy holatda inson yuz beradigan omillarni bildiradigan fil. Masalan, samina degan o'xshash. Simiz bo'ldi, bu insonning tabiati. Masalan, zirak bo'ldi degan o'xshash. Chiroyli bo'ldi degan o'xshash. Bir odam chiroyliqlaydi, chiroyliqlanmaydi. Shunga o'xshash fillarni tabiat fili deymiz. Nahima degan o'xshash. Shunda fillarni tabiat fili deymiz. Shunga o'xshash if'alallamu shunga o'xshashdir deydi. If'alalla babida kelgan fillar fil lazim bo'ladi. Masalan, iqsha'arra degan o'xshash, itma'anna degan o'xshash fillar fil lazim. Bundan if'alalla babida kelgan fil ala davom fil lazim bo'ladi. Val mudahi iqansasa. İqansasaga o'xshaganlarimi fil lazim bo'ladi. İqansasaga o'xshagan fil lazim bo'ldi deganlik iqallala babida kelgandir deydi. Ya'ni nundan keyin ishga kirib kelgan. Iqansasa ihranjama deganga o'xshash nundan keyin ishga kirib kelgan. Iqallala babida kelgan fillar ötümsüz bulundu. İhranjama ijtama'a manasida. Ve maqtaza nazafatan aw danasa. Pakizlikni taqazzo qilgan fillar, pakizlik ma'nosi chiqqan fillar va paskinilik ma'nosi chiqqan fillar fil lazimdir. Masalan, tahura pakizi bo'ldi. Tahura Muhammad pak bo'ldi. Nazufa pak bo'ldi. Wadu'a pakizi bo'ldi, chiroyli bo'ldi deganga o'xshash. Danasa masalan kir bo'ldi. Khabisa paskini bo'ldi degandek shundoq. Najisa nijis bo'ldi deganda fillar mana bu paskinlikni bildirgan fillar bu fil lazim bo'ladi. Va shundoqla araz va maqtaza arazan arazni bildirgan fillarmi fil lazim bo'ladi. Endi araz degan qanday fil deganimiz? Araz deganimiz masalan sa'ala o'taldi, zakuma zukandi ve mariza ağrıp kaldı desek buna araz filleri deymiz. İnsanga tesadüfi paydo bo'lgan hadisni bildirgan fil. Bir odamga kasallik davom emas. Bu kasallikni tesadüfi paydo bo'ldi. O'tirib qolish degani tesadüfi paydo bo'ldi. Ihmarra deganga o'xshash. Yuzi qip qizirib ketdi. Ihmarra vajhu desek uning yuzi qizirib ketdi. O yuzdan qizirishi davom bo'lmaydi. Tesadüfi paydo bo'ldi. Shuning buni araz filleri deymiz. İnsanga yeniden paydo bo'lgan hadisni ifodalayotgan fillar, bunday fillarni fil lazim deb ataymiz. Aw tawa'al muadda li wahidin kamaddahu famtadda deganga o'xshash. Ya'ni
bir mef'ulga ötküçü bolgan ötümlik pillanyň özlük şeklimi ötümsiz pil hesaplanady. Ötümsiz pil boldy, lazım pil boldy. Asli bir mef'ulga tutgan pilning özlük şekli lazım. Mesela bunda pillarni aýty köp uçuraydy. Bunun adı maddahu. Maddahu. Onu sözde desek, sözde. Pemtedde suzaldı. Mesela fatahtul baba, işkini açtım desek, fataha degan tilning bir mef'ul al-bab. Agar bunun özlük şeklinde var. İbtatahal bab, iş geçildi. İnfatahal bab, iş geçildi degan oşaş. Endi biz bu yerda aldığımız derste tavul mutavaa dep çıkan ütümsüzlük, tavul mutavaa itaatning ta'sis dep koygan şu tepe ala babının ütümsüzlükni bildiradigan tepe ala babınınki ütümsüz ala babınınki ütümsüz şekli tepe ala babı ekanligini bildirish uchun kelgan ishida. Masalan, allamtu bildadin, ta'allamtu bildim. Mesela allamtu Muhammed ad-dars. Muhammed'ki dersini bildirip koydum. Ta'allama Muhammed derse Muhammed dersini bildi deganga o'xshash. Mana shunda yani itaatning ta'sis etadigan şumuz. Endi bu tawa'a degan ütümsüzlikni ifadalab berdi. Bir mef'ulga ütüdigan, bir mef'ulga ta'sir ko'rsatkichi bo'lgan filning ütümsiz shakli bu lazım hesaplanadi. Bayan misalni keltirgandek. Anda bolsa ütümsiz fillarning alomatlaridan birincisi adam tabiiyatiga dalolat qilgan fillar bo'ldi. Mesela karuma, zarufa, nahima, samina degan o'xshash. İkinci birisi if'alalla babida kelgan fil ütümsiz fildir. Üçüncüsü if'allala babida kelgan fil ütümsiz bo'ldi. Dördüncüsü pokizlikni dalolat qilgan fil ütümsiz fildir. Nazufa, tahura degan o'xshash. Beshinchisi danisga, nejislikqa, paskillik dalolat qilgan fildir. Vasihaga o'xshash, qaziraga o'xshash. Altıncısı arazga dalolat qilgan fil ütümsiz fildir. Tasaddi paydo o'tgan inson uchun davom sabit bo'lib turmaydigan fillarni dedik. Masalan, ihmara degan o'xshash, marida degan o'xshash. Yettinchisi mushu bir maf'ulga o'tkichi filningki o'zlik shakli fil lazım bo'ladi dedik. Masalan, fatahtul babning iftatahal babi degan shakliga o'xshash. Endi navbatda mushu fil lazimlarning mutaaddi qilish shakli qanday bo'ladi? Fil lazimni qanday shaklda mutaaddi qilamiz desa, men buni bayon bir qizlab o'tgan. Wa addi laziman bi harfi jarrin wa in wuzib fan nasb lil munjarri. Naqlan wa fi anna wa an yattaridu ma amn labsin ka ajibtu an yadu. Degan o'xshash. Fil lazimni harfi jar orqali mutaaddi qiling. Agar shu harfi jar tashlansa, nasbu qush u zir o'qilg'uchi uchun sabitdir sama'an holatda. Anna va anda u harfi jarning tashlanishi erishib qilishdan xotirjam bo'lganda umumlashquchidir. Ajibtu ayyadu deganga o'xshash. Mana bu babda bu baytda chiqadigan ikki narsa turqildi. Birinchisi fil mutaaddini o'tumlashtirish shakli qanday bo'ladi? Ikkinchisi agar fil lazım harfi jar bilan o'tumlashtirilganda harfi jar tashlansa, u chaqda u harfi jar bilan kelgan so'z qanday o'qiladi? Yana birisi mushu harfi jarning tashlanishi bo'ldi. Shu ikki narsa. Birinchisi fil lazım qanday mutaaddilashtiriladi? Ikkinchisi harfi jar bilan mutaaddilashtirilgan bo'lsa, bu harfi jar tashlangandan keyin ki ism harfi qanday bo'ladi degan haqida. Endi fil lazım mutaaddilashtirish uchun shakli bir necha xil.
Biri odatda lozim pulning beshiga harf jarni keltirish nima? Hamzatul qat'iyani keltirish orqali mutaaddilashtiramiz. Masalan, buning misolini ko'rsak, dual kitobi, kitob zayo bo'ldi desak, azatul kitobi, kitobni zayo qilavatdim deb hamza keldi. Yoki odatda yana shu fa'ala babiga chiqarish bilan bo'ladi. Fa'ala babiga chiqarish bilan. Masalan, biz farihal valid valad bil hadiya. Farihal valad bil hadiya. Bala hadiya bilan xursand bo'ldi desak, farrahtul valada bil hadiya. Ben balani hadiya bilan xursand xushal qilavatdim degan o'xshash. Tazib bilan. Fa'ala babiga chiqish bilan bo'ldi. Masalan, odatda jalasal qadi. Qadi o'ltadi desak, jalastu al qadiya. Men qozi bilan o'ltirishdim degan o'xshash. Va ba'zi chaqda filni istaf'ala babiga chiqish bilan bo'ldi. Masalan, odatda hasuna chiroyliq bo'ldi. Hasunal ijtimo, yig'ilish chiroyliq bo'ldi. Istahsantul ijtimo, men yig'ilishni chiroyliq hisobladim. Chiroyliq deb sanadim deganga o'xshash. Bunda holatlardan bo'ldi. Yoki harf jar bilan mutaaddilashidi. Masalan, marartu bi Zaydin deganga o'xshash. Marartu bi Xolidin, Xolid bilan o'tdim deganga o'xshash. Endi mesela marartu bi Xolidin desak, marra fil tufal Xolidin bi Xolid ba bilan kelgan so'z mesela mutaaddilashdi. Buni maf'ul bi g'ayri deymiz. Zahabtu bi Zaydin, Zaydni ketkizyaptim desak, bi Zaydin jar majrur bilan zahaba degan fil butunlashdi. Azhabtu Zaydanga o'xshadi. Masalan, jaa keldi, ata keldi. Mesela ataytu bil kitob, kitobni keldim deganga o'xshash butunlashdi. Endi mishada ataytu bi kitob bil kitob va daftar. Kitobni keldim va daftarni keldim. Kitob va daftarni keldim degan bo'ldi. Endi mishada ataytu bil kitabi. Mishada ataytu bil kitabi bo'ldi. Mishada ata bil tufail bil kitab al jar wal majrur maf'ulun bih. Lafzan majrur, ma'nan mansub. Mahallan mansub deymiz buni. Mahallan mansub deymiz. Agar mushi barigan hurf jarni tashlawatsak, o chaqda nima bo'ladi? Ataytu al kitaba bo'ladi. Buni an-nasbu binazil hafiz deb ataymiz. An-nasbu binazil hafiz desak bo'ladi. Harf jarning tashlanganligi asosan nasb qilgan degan bu atalg'ini buni ishlatsak bo'ladi. Yoki buni al-hazb val isal deb ataydi. Mushu al-hazb val isal zahab masalan ataytu bi kitabti bil kitabti ataytu al kitaba desak buni an-nasb binazil hafiz harf jar tashnish bilan zibar qilgan deymiz. Yoki al-hazb val isal harf jar tashnish bilan tutashtirib keltirilgan ism deb atadi. Nim bo'lsin buni biz maf'ulun bi g'ayri sarih deb ataymiz. Yani maf'uliyatlik alomati ochiq kelmagan maf'ulun bi. Ishqim maf'ul deyishimiz sharkat uning ustiga tushganlik uchun bo'ladi. Yani ataytu bil kitob, kitobni keldim desak, akilishdan iborat sharkat akilnish kitobning ustiga tushganlik uchun buni maf'ulun bi deymiz. Lekin g'ayri sarih deganimiz maf'ulun bi'ning alomati aniq oshkor kelmaganligi uchun shu buni maf'ulun bi g'ayri sarih dedik. Endi mushuning bir so'zni ap qilsak, ataytu bil kitob va daftar desak, va daftari deb o'qandik, va daftara deb o'qandik. Kilahuma sahih. Ikkili yo'l durust bo'ldi. Ataytu bil kitobi va daftara, ataytu bil kitobi va daftari desak bo'ladi. Nimishqa ataytu bil kitobi va daftara, ataytu bil kitobi va daftari desak bo'ladi desa, va daftari desak bil kitobiga lafziga agashgan bo'ladi, va daftara desak mahallaga agashgan bo'ladi. Chunki bil kitobning mahalli mansub, maf'ulun bu nasb bo'ladi. Shu.
Şunu bunu fil mutaaddi, fil lazım harfi cer bilen mutaaddi ilişido dişimizin sebebi bu şu. Muaddi lazimen bir harfi cer diye manı şu. Harf lazım filni harfi cer bilen mutaaddileştirun diye bunu. Ve in huzib eğer o harfi cer taşlansa fennesbu lil muncer naqla. Nesbu kuluş, niminin nesbu kuluşu? Şu harfi cerinin sebebiyle zir okulgansın nesbu kuluşu sabittur deydi. Ve nesbu lil muncerdeki en nesbu. Yani nesbu kuluş zir okulguç için sabittur sama'an. Üzümüz çağlap kılıklamaydı. Taşlangan olsa. Şu ataytu bil kitap deyip keltirmez. Ama müşerik ataytu bil kitap ki b taşlansa ataytu el kitabe oludu. Lekin üzümüz çağlap kılıklı olmaydı bu. Sama'an. Naklen diyen ibaret söyledi. Naklen diyen sama'an gayri kıyasi diyen buludu. Şuna mutaaddileştiriş için kelgen harfi cerinin taşlanışı sama'i. Leysi kıyasi. Es-sama'i yuhfaz ve la yuqas. وفي أن وأن يتريد مع أمن لبس كأجبت أن يأيدوا دبت. Endi muşa harfi cerinin taşınışı ilişip kılış bulmağan çağda ennide ve ende yetterit umumlaşkan kaydıdır. Ennide deyen gep enne ve enninin ismi ve enninin habir kegen kıyasi meslerinin beşi de harfi cerinin taşınışı kesir. Umumi kaide erişip kılış hasıl bulmağanda taşlansı bula oldu. Ama erişip kılış hasıl bulken taşlansı bulmaydı. Mesela Ecip'te eyyedu men ulanın pidi tülügelliği din hayran kaldım. Min eyyedu diyen buldum. En mesteriye yedu pil ve onun paylı eyyedu diyen kıyası mesterine başta en taşlangan. Şu mesteri muavvel de kuşan sana buldu bunu. Enne ve enne mester muavvel. Mester muavvelinin beşi de harfi cerinin taşınışı umumlaşkan kaide eşeri harfi cerinin taşınışı ile erişip kırış kep çıkmışlar. Yani khas harfi cerinin taşlanganlığını bilgili olmaydıgan alet şekillenmesi. Çünkü ma harfi cerini takdir kılsak bilek mana, ma harfi cerini takdir kılsak bilek mana çıkıtırışı ihtimallık var. Erişip kırış hasıl bu kaç bağımı olursa ba. Mesela ragib harfini misal kılsak bu durumda. Mesela ragibtu an Muhammed. Muhammed'ki huşam yok benim. Muhammed'in yüzü ördüm. Muhammed'in ziriktim. Muhammed'in halamayım erken okumdu bana çıksa. Mesela ragibtu fi Muhammed olsun. Muhammed'ki kızıktım. Muhammed'in halayım. Muhammed'in yaxşı gördüm. Muhammed diyen mana çıktı. Mesela ama ilah gelsin. O başka ma'na çıkıyor. Muhammed'ni talep kıldı ben diye ma'na, iltimas ma'nası çıkıyordu. Ma'nın okşaş bolganda taşlansı bulmaydı. Erişip kılış hasıl bulmasa taşlansı buldu. Erişip kılış hasıl bulsa taşlansı bulmaydı dep qaraymiz. Mesela Araplarning bir şiir ba taşlangan. Tamurru diyara ve lem ta'ucu yani tuavvicu kalamukum alayhi izen haramu. Sizler temurrun diyar, asıl temurrun bid diyar, merre yemrudinkin bekitti. Sizler diyardın ütüvat, sizler ve halbuki o diyarda tumudunuz. Sizler diyardın ütüsler ve bu diyarda tumudunuz sizler. Sizlerini undaktı, sizlerini mankılgan süzünle haramdır deyip diyara deyip gelgen. Şimdi merrenin mu demek ki ya en kilodu ya ki merret b kilodu. Merre billi öttü, yendin öttürgen bolsa merre alavası kirip öttürgendek ma'nolar işiltiladi. Bunda kıyasi meselelerinin beşikilişi nayet köp. Endi bazı pillar var. Bu mesela dakhala pilni misal alsak birden onun mef'ulida harfi cer kelmaydigan, yana birden kildigan ahvollar bor. Mesela dakhaltul bayt uyga kirdim. Dakhaltul bayt uyga kirdim deganga o'xshash. Ma'noda masalan buni sura Fajrning oxiriga qarasak fadkhulu fi ibadi vadkhulu jannati deb kelgan. Fadkhulu fi ibadi vadkhulu jannati desek fadkhulu fi ibadi da buna yani fi keldi u bijar bo'lgan fi
ve duhul cenneti de kamidi. Bunu ulamalar her xil tushundirgan. Bunun tafsiloti maf'ulun fih babida chiqadi. Ashari ko'rib o'tamiz. Masalan, shahidallohu annahu la ilaha illa huwa desak, mishada shahidallohu annahu la ilaha illa huwa da ba'da nur bejar tashlangan. Shahidallohu bi annahu la ilaha illa huwa degan bo'ldi. Demak, fil xulos kalam fe'l harfi jar bilan mutaaddilashgan chaqda harfi jarning tashlanishi bormi yo'q bo'lsa, ba harfi jarning tashlanishi qiyasi masdarda, ya'ni masdur muavvalda umumiy qoidadir, ilishib qilish hosil, ilishib qilish bo'lmasa, ammo uning g'ayrida tashlanish noida azdir, tashlanishi samaidir, lays qiyasi. Endi navbatda biz bayan fe'l mutaaddi haqida to'xtaldik. Fe'l mutaaddi ikki maf'ul o'tadigan fe'llar bor degan mushaqqa to'xtalamiz. Fe'l mutaaddi ikki maf'ul talab qilgan fe'l mutaaddilar ikki qism qilinadi. O ikki maf'ul asl mubda xabar bo'lgan, zanna xavatu babi. Buning gapi alloh chiqib bo'ldi. Buning cho'qim birinchi maf'ul mubtada, ikkinchi maf'ul xabar bo'ladi. Mubda deganning nima degan ketganligi, xabarning nima degan ketganligini biz Allohdan buni bilib bo'lgan. Endi ikkinchi qismi a'taytu babi edi. A'taytu babida ikki maf'ul keladi. Buning birinchi maf'uli masalan ma'nan fa'il bo'ladi. Yine men bunu sizlarga oldingi dars tushuntirganda a'taytu babining birinchi maf'uli qobil, oxiz iqtidorli bo'lish kerak. Bir narsani qabul qila oladigan, bir narsani tutib ola oladigan maf'ullash kerak. Yine ma'nan fa'il deb qo'yishimiz ma'nada bir narsani isharkani qila oladigan so'z bo'lsin, birinchi maf'ul. Ikkinchi maf'ul undaq bo'lsin bo'ladi, uning g'ayri bo'lsin bo'ladi degan. Andada biz a'taytu babini 5 ta ko'rdik. A'taytu babida birinchi maf'ul bir narsani qabul qilish iqtidori ega bo'lgan so'z, ma'nan fa'il bo'lgan so'z bo'lsin. Ikkinchi maf'uli nima bo'lsin? Odat undig'i bo'lsin bo'ldi, uning g'ayri bo'lsin bo'ldi. A'taytu zaydan dirhaman bo'lsin bo'ldi, a'taytu zaydan amran bo'lsin bo'ldi degan. Endi mushaqqa to'xtalamiz. Asli mening bayon deganim asli qoida. Asli qoida a'taytu babining birinchi maf'uli shundoq bir narsani qabul qiluvchi bo'lgan ismning bo'lishi, cho'qim asli bo'lish, cho'qim birinchi maf'ul kinkasim bo'lgan, ilgirkasim bo'lgan ahvol bor. Bir narsani ma'nan fa'il bo'lgan birinchi maf'ulning 5 tikilishi yoki keyingi kilishi durust o'tgan, cho'qim 5 tikilishi vojib o'tgan, kin kilishi vojib o'tgan 3 yo'l masalasi chiqadi bu yerda. Wal aslu sabqu fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarukum nasjal yaman wa yalzamu al-asl li mujibin ara wa tarku zal asli hatman qad yura. Avvalan biz bekning tarjimasini ko'rib o'tdik. Wal aslu sabqu fa'ilin ma'nan kaman. Ma'nan fa'ilni ilgari keltirish asli qoidadir. Mush a'taytu babining gapi mavjuma. Mush ma'nan fa'ilni ilgari keltirish asli qoidadir. Asli normal holat asli. Masalan, albisan manzarukum nasjal yaman degan o'xshash. Sizlarni ziyorat qilgan kishiga sen Yaman kiyimini ko'gizib qo'y desak degan diki menga o'xshash dedik. Buni men mishadi ma'nan fa'il demakchi. Manzarukumniki men ma'nan fa'il, nasjal yaman ikkinchi maf'ul. Ma'nan fa'il birinchi. Chunki ziyorat qiluvchiga ma'lum shartlarni qiladi. Kiyishdan iborat shartlarni qabul qiladi. Mana bu ta'xir va taqdim joiz. Birinchi maf'ulni ilgari keltirsak mi bo'ldigan, keyin keltirsak mi joiz bo'lgan o'rin. Va yalzamul asl li mujibin ara. Mavjud bo'lgan vojib qilguvchining jihatidan asli lozim bo'ladi. Asli lozim deganda yalzamul asl. Asli vojib deydi. Asli nitde avvalan shu bir ish harakatini qilguvchi bo'lgan ma'nan fa'ilning 5 tikilishi, ikkinchi maf'ulning kin kilishi, asli tarifning tikilishi vojib. Qanday shunday jihatidan mavjud bo'lgan bir vojib qilguvchining jihatidan dedi. Bu anda bo'lsa buni ko'rsatib turadi.
birinci maf'ulning avvalan kelish, ikkinchi maf'ulning keyinda kelishi vojib bo'lgan o'rin chiqadi. Tarkuzal asli hatman qat yura. Aşı aslini keskin terk etish ba'zida ko'riladi deydi. Ba'zida vojib bo'ladi demakchi endi. Keskin degan gapni vojib chiqadi. Yana avvalan birinchi maf'ul asl ma'nan fa'il bo'lgan aslikni terk etish vojib degankin terk etdik-ku. Birinchi maf'ulni kim keltirish, ikkinchi maf'ulni avvalan keltirish vojib bo'lgan o'rin bor demakchi. Mana bu ikki baytdan 3 masala. Jaiz birinci maf'ulni aldıkin 5 kilish yoki kilish jaiz bo'lgan o'rin, birinchi maf'ulning 5 kilishi vojib bo'lgan o'rin, birinchi maf'ulning keyinda ikkinchi maf'ulning 5 kilishi vojib bo'lgan 3 o'rin chiqadi. Endi jaizning masalasi tugadi. Masalan, biz buni bayan misol ko'rsatdik. Birinchi maf'ulning mutqalliqin jaiz masalasi. O mesela a'taytul faize caizeten. Utuq kazanğıcıga mukafat berdim desek el caize ma'nan fa'il. Anda olsa a'taytu caizeten el faize, a'taytu el faize caizeten kilahuma sahih. Çıkıyor duruz. Mana bu xilaf. Nima? Asli musha. Asli. İkinci yol ma'nan fa'ilni ilgiri keltirish vojib bo'lgan o'rin. Üç xil holatda ma'nan fa'ilni ilgiri keltirish vojib bo'ladi. Birinchisi, qaysining birinchi maf'ul, qaysining ikkinchi maf'ul ekanligini uqulolmaydigan holatda. Bu qaysi ikkili fa'il bir narsani ikkilisi ma'nan fa'il bo'layotgan so'z bo'lsa. Masalan, biz buningga ko'rsak, a'taytu Xolidan zamilan safar. Men Xolidga safarda savoq dishini berdim debdi. Anda olsa savoqdash degan zamilmi uchuqum bir narsani ma'nan fa'il bo'layotgan so'z, bir narsani qabul qiladi. Xolidmi shunday. Bu chaqda cho'qim bechkagina birinchi maf'ul bo'ldi, kinkagina ikkinchi maf'ul bo'ldi. Cho'qim bu chaqda birinchi maf'ul keldi. Shu vojib buni erishib qilish qo'l qolsa dedik. Ikkinchisi, ikkinchi maf'ul mahsur bo'lsa, ikkinchi maf'ul asr qilingan so'z bo'lsa, cho'qim ikkinchi maf'ul kim kelishi vojib bo'lgan ekan, birinchi maf'ul 5 kelishi vojib bo'ladi. Masalan, la aksul avlada illa ma yuwafiqu shar'a. Men ballarga shariatga muvofiq bo'lgan narsani ko'rgizaman debdi. Men ballarga la aksu al avlad, men ballarga ko'rgizmayman. İlla şeriatga muvofiq kelgan kiyimni ko'rgizaman desak, mishada aksu fil muzari fa'il ana al avlad birinchi maf'ul illa adatul hasri ma degan ism maf'ul ikkinchi maf'ul yuwafiqul shari'a ma'nan silasi bo'ladi. Unda ikkinchi maf'ul illa bilan hasr qilindi. Unda ikkinchi maf'ulning kim qilishi vojib bo'lgan ekan, birinchi maf'ulning ilgari qilishi vojib bo'ladi. Bu ikkinchi yo'l. Agar ilgari qildik, cho'qim bu hasr yo'qlab turadi bunda. Uchinchisi, birinchi maf'ul zamiri muttasil bo'lib, ikkinchi maf'ul ism zohir bo'lgan bo'lsa, bu chaqda birinchi maf'ulni ilgari keltirish vojib bo'ladi. Agar masalan ataytuka kitaban, men sana kitobni berdim, birinchi maf'ul zamir muttasil ekan, ikkinchi maf'ul ism zohir ekan. Agar biz buni shundaqgina ilgari qilsak, ataytu kitaban iyyaka desh lozim keldi. U joyda zamir muttasil, zamir munfasilga o'zgarish lozim keladi. Shunlashqa bu chog'da biz zamir muttasilni 5 keltirish vojib bo'ladi. Bu joyda zamir munfasilga aylanib ketdi muttasil. Uchinchi xil holat biz nima 3 xil holat tugab bo'ldi. Endi 3-chi masala o'tirib qo'yilib degan biz bayan abiya demak cho'g'inimiz shu birinchi maf'ulni 5 keltirish vojib bo'lgan o'rin buni so'zlab bo'ldik. Endi shu aslini tark etish vojib bo'lgan. Aslini tark etish yana birinchi ma'nan fa'il o'tgan birinchi maf'ulni kim keltirish, ikkinchi maf'ulni ilgari keltirish vojib bo'lgan o'rin bu haqida to'xtalamiz.
Bu mu 3 xil holatda bo'ladi. 3 xil holatda shakllanadi. Birinchi maf'ul, ya'ni ma'nan fa'il bo'lgan so'z ga ikkinchi maf'ul qaytgan zimir tutishib qolgan bo'lsa. Masalan, askantul bayta sahibaha degan o'xshash. Men bog'da uyda uyning egisini o'ltirg'izdim debdi. Askantu al-bayt sahibaha desak, shunda birinchi maf'ul qaysi, ikkinchi maf'ul qaysi? Chunki bayt degan cho'qim ikkinchi maf'ul o'tir. Sahib birinchi maf'ul o'tir. Nimishqa sahib bir narsani qabul qilish ixtiyori ega. Kinkasima. Anda bo'lsa askantul bayt sahibahada birinchi maf'ul kin kilishi vojib bo'ldi. Sahibaha degan birinchi maf'ulning kin kilishi vojib bo'ldi. Al-bayt degan ikkinchi maf'ulning ilmi kilishi vojib bo'ldi. Nimaza? Nimishqa? Chunki birinchi maf'ulga ikkinchi maf'ul qaytgan zimir tutashqanlik uchun birinchi maf'ulni 5 ta keltirsak nima bo'ladi mishada? Askantu sahibahu al-bayta bo'ladi. Uyning egisini uyda o'tirgizdim desak, sahibaha zimir, bu zimir labzan va rutbatan oxiri qaytdi. Labzan mu oxiri qaytdi, martabada mu ikkinchi maf'ul degan asli keyinga ketdi. Labzan va martabatan oxiri qaytish mamnu bo'lg'achqa, shunlashqa askantul bayta sahibahu bo'lish kerak. Bu degan zimir hozir hech bo'lmasa labzan 5 qaytgan bo'ldi, martabatan rutbatan oxir qaytsin. Bu birinchi yo'l. Ikkinchisi, birinchi maf'ul mahsur bo'lgan bo'lsa. Masalan, la aksu ma yuwafiqu shari'a ila al-awlad da bayon qilsa aksini qilsak. Yoki biz boshqacha misol keltirsak, ma a'taytul jaizata illa an-najiha. Najih illa al-jaiza. Men mukofotni faqat shu mukofotga erishguchiga berdim degan o'xshash. Yoki ma a'taytu al-jaizata illa al-mustahiqqa. Mukofotni faqat haqli bo'lgan kishiga berdim desak, bu yerda al-mustahiq birinchi maf'ul, al-jaiza ikkinchi maf'ul bo'lib, ikkinchi maf'ul 5 ta, birinchi maf'ul kilishi vojib bo'ldi. Chunki birinchi maf'ul illa bilan hasr qilingan bo'lg'achqa, buning tarkibi bunda qiladi. Ma harfi nafi la mahalla min al-i'rab, a'taytu fil mazi mabni ala sukun li'annahu ittasala ta'ul fa'il, ta zamir muttasil mabni fi mahalli raf'i fa'il. Al-jaizata maf'ulun bih sani mansub alamat nasb al-fatha illa adatul hasr. Al-mustahiqqa maf'ulun bih awwal mansub alamat an-nasb al-fatha. deb qoladi. Üçüncü yo'l maf'ul, birinchi maf'ul ismi zahir bo'lib, ikkinchi maf'ul zimr muttasil bo'lsa, bu chog'da ikkinchi maf'ul 5 keltirish kerak. Zimr muttasilga 5 kam tutisholmaydi. Masalan, as-sawbu a'taytuhu al-faqira yoki faqiran. Kiyimni kambag'alga berdim dedi. Bu kiyimni kambag'al. A'taytuhu degu zimr, ikkinchi maf'ul al-faqira birinchi maf'ul bo'ladi. Unda bo'lsa, biz agar buni oxiri keltirsak, as-sawbu a'taytu faqiran iyyahu desh lozim keladi. U chaq zimr muttasil, zimr munfasilga o'zirib ketib qoladi. Shunlashib bu chaqda ikkinchi maf'ulni 5 keltirish, birinchi maf'ulni keltirish vojib bo'ladi deb qaraymiz. Mana bu ma'nan fa'il bo'lgan birinchi maf'ulni a'taytu babida ilgari keltirish yoki keltirish durust bo'lgan bir holat, ilgari keltirish vojib bo'lgan 3 xil o'rinda, keyin keltirish vojib bo'lgan 3 xil o'rinda bu tugadi. Navbatda bizni o'tirib qo'ymoqchi bo'lganimiz jumlaning asosiy bo'ligi bilan qo'shimcha bo'ligini olib chiqamiz. Ya'ni asosiy bo'lag qasi u tashlansa bo'lamdi, bo'lmamdi. Qo'shimcha bo'lag qasi bo'ladi, uni tashlab bo'lamdi, bo'lmamdi degan aql to'xtalamiz. Wa hazf fazlatin ajiz illam yadir ka hazf masiq javoban aw wusir. Beynin tercümesi fazlini taşlıvitişni durust kılın, o taşlıvitiş cümlege zarar yetkizmese cevap bulup
bayon qilingan narsani tashlayotganga o'xshash, ya hasr qilingan narsani tashlayotganga o'xshash. Demak, javob bo'lib bayon qilingan narsani tashlayotsak, ya hasr qilingan narsani tashlayotsak, jumlaning mazmuni nuqsonlik yetadi. Xo'sh, biz buningdan ham fazli degan nima desa, fazli xiloful umda. Asosi fazli degan qo'shimcha bilak degan bo'ldi. Jumlada asosi bilak va ham jumla deganda qo'shimcha bilak bo'ladi. Endi jumladagi asosi bilak nima? Jumladagi qo'shimcha bilak degan nima deganda asosi bilak, ya'ni ismimiz azat fil jumlada fa'il asosi bilak va mubtada xabar asosi bilak. Shunga jumlada asosi bilak rab yo'qiladi. Qo'shimcha bilak fata qiladi. Masalan, odatda harakatlarning eng eg'risi zamma, harakatlarning eng yengili fatha deb ataymiz. Nimishqi fa'il tashu qilgan, nimishqi maf'ul zibar qilgan degan savollarga shunday illat javob berdi-ku. Fa'ilning tashu qilishi pash degan harakatlarning eng eg'ri jumlada fa'il degan asosi bilak bo'lg'achqa, mubtada xabar degan asosi bilak bo'lg'achqa, asosi bilak degan vazifaning eg'rini ko'tarayotgan bo'lg'achqa, shu harakatlarning eg'rini fa'il va mubtada xabarga berdi. Harakatlarning eng yengili fatha. Nimishqa maf'ul zibar qildi desa, maf'ul degan qo'shimcha bilak, qo'shimcha odam deganga eg'ri ishni eg'ri vazifani bersa, uni joyida ado qilinmaydi. Shunlashqa harakatlarning eng yengili bo'lgan fathani maf'ulun bih qibadik, maf'ulga badik. Bu qo'shimcha bilak bo'lg'achqa adolatni tutqanlik nuqtasidan deb illat keltirganga o'xshash. Endi bu shu fazla jumlada asosi bilak emas, qo'shimcha bilak. Masalan, qo'shimcha bilak odatda maf'ullah qo'shimcha bilak o'ti. Ya'ni shu hal tamiz deganlar bir qo'shimcha bilak o'ti. Yana qo'shimcha bilakni misol tushungan vaqtimizda odatda polo bo'lish uchun bo'lmasa bo'lmaydigan narsalar asosiy qism bo'ladi. Lekin poloning polo bo'lishiga u bo'lmasin bo'lgan narsalar qo'shimcha bilak o'ti. Masalan, polo bo'lish uchun uning masalan 10 nima? Polo bo'lish uchun savzi bo'lsa taxmin yaxshi, bo'lmasa gampan bo'lib qoladi yoki endi arabning pololariga savzi yo'q. Masalan, uni qataqa vaqtimizda may, guruch, suv bo'lmasa bu polo olmaydi. Ammo go'sht qondasaqchi taxmin no'ch bo'ladi. Go'sht bo'lmaganimi polo, uning mayni quysak, guruchni salsak, suvni quysak, u pishsa polo bo'ladi. Ammo go'sht qondasaqchi u bak no'ch bo'ladi. Shunga xuddi bu yerga fazla maf'ul degan bo'lsa, nayt yaxshi, bo'lmasin butgan narsalar. Masalan, akaltu al-khubza desak, non yedim degan bo'ldi. Xubzi maf'ulun bi fazla. Bo'lmasin bu qo'shimcha bilak, chunki akaltu yedim degan bo'ldi, yana bir narsani yeganligini bildirurdi. Shunga fazla degan mana bu shunday narsa. Endi shu fazlani tashlab bo'ldi. Buni tashlab o'tishdan jumlada eg'ir mazmunga eg'ir ta'sir ko'rsatamiz. Nuqsonlik ko'ralmasa dedi. Masalan, endi qanday narsani tashlab nuqsonlik ko'rdingiz? Javob bo'lib bayon qilingan narsani tashlab nuqsonlik ko'radi. Masalan, man zurta amsi, sen tunugun kimni ziyorat qilgan desa, zurto deb qo'ysa, ziyorat qilgan desa, maqsad javob uchun javob bo'lib bayon qilingan narsa bu yerda. Javob bo'lib bayon qilingan narsa tashlab o'tildi. Yine zurto sadiqi, do'stimni deb filni tashlab bu yerda. Maqsad bu yerda maf'uldan savol so'rashdi. Çünkü men zurta amsi, sen kimni ziyorat qilding? Zurtu sadiqi, do'stimni ziyorat qildim desek, yer sadiqi maf'ulun bi javob bo'lib surilgan narsa o'qachqa, buni tashlab jumlaning nuqsonligida tu, chunki buni tashlab chiqib bo'lmaydi. Yana birisi hasr qilingan narsani tashlab chiqib bo'lmaydi. Mazurtu illa sadiqi, faqat do'stimni nima qildim? Ziyorat qildim deganga o'xshash. Hasr qilingan narsa. Masalan, mazurtul yawma illa sadiq. Bugun ziyorat qilmadim, faqat nimani ziyorat qildim? Do'stimni ziyorat qildim degan bo'ldi. Bu yerda sadiqi hasr qilingan narsa. Agar bu yerda u hasr qilingan narsa tashlanib ketsa, bugun ziyorat qilmadim degan ma'no chiqadi. Maqsad bu yerda o'zining faqat ular bugun do'stini ziyorat qilganligini ifodalashdi. Jumladan ma'no nuqsonlik yetgan bo'ldi, ma'no buzilgan bo'ldi. Shunga bundaq yerlarda
bu asası qo'shimcha bilakmi tashlab ketsa bo'lmaydi. Endi navbatda shu maf'ulun bihini jumlaniki fazlini nasb o'qituvchi bo'lgan shu maf'ulun bihining omilni tashlab o'tishga bo'lamdi bo'lmamdi? Fil olsun o amil, filning g'ayri olsun o amil tashlab o'tishga bo'lamdi bo'lmamdi desa, tashlab o'tish vacib bo'lgan o'rin va tashlab o'tish durust bo'lgan o'rin bor. Biz bu tuvanda ikkini ko'rib o'tamiz. Va yuhzafun nasibuha in ulima va qad yakun hazfuhu multazama. O fazlini nasb o'qituvchi tashlanadi agar tashlanganligi bilinsa. Al-hazf yajuz iza ulima al-hazf. Hazfning tashlanganligi bilinsa tashlab o'tish durust. Tashlanganligi bilinsa tashlab o'tsak bo'laveradi. Manzurta desa sadiqi debdi. Do'stim kimni ziyorat qilding debgan sadiqi debdi. Zurtilgan fil fa'ilni tashlab o'tishga bo'laveradi. Tashlangan. Chunki savol jumlada tilga ilingandan keyin javob tashlab etsak bo'laveradi. Va qad yakuna hazfuhu multazama. Amilni tashlab o'tish ba'zi joyda vojib bo'ladi. Amilni tashlab o'tish 3 o'rinda vojib bo'ladi. Birinchi amil mishada amil mashg'ulun anhuning amili bo'lsa tashlab o'tish vojib. İştigal babida mashg'ulun anhu mashg'ulun bihi duqqu. Masalan Zaydan zarabtuhuda amil tashlanishi vojib. O amil nimada? Zarabtu Zaydan zarabtuhu de. Şuna o amil mashg'ulun anhuning amili bo'lsa, mashg'ulun anhu maf'ulun bihi nashada Zaydan zarabtuhu Zaydan maf'ulun bihi. Mashg'ulun anhuning amilining tashlanishi vojib. İkinci, tashlanishi nida babidan bo'lganda munadaning amili tashlanishi vojib. Ya Abdullah desak, ishada ad'u yoki atlubu degan amilning tashlanishi vojib. Chunki nida bayan Muhammadan yoki Zaydan zarabtuhuda amilning tashlanishi vojib bo'lishi, chunki zarabtuhu degan mufassir 5ta tashlangan amil mufassirdir. Mufassir ve mufassir ikkisi bir yerda jo'qlashmaydi. Endi bu yerda ya Abdullah, ya Muhammad deganda ad'u yoki atlubu degan filning tashlanishi vojib. Nimishqa? Chunki uning niyobatan harfini da kelgan. Harfini da niyobatan kelganligi uchun bu yerda amilning tashlanishi vojib bo'ladi. Asli o ya Abdullah'daki ya harfini da Abdullah munada mansub bihazfil amil. Çünkü ya Abdullah ya harfini da Abdullah munada mansub mef'ulun bihazfil amil. Taşlangan filin mef'ulun bihi o atlubu ya. Üçüncüsü adette maqal temsillerde nasb o'qilib kelgan so'zlar tashlanadi. Maqal temsillarining amillari ko'pincha tashlanadi. Masalan, ahashban va su'a kaylatin degan bir gap bor. Ahashban su'a kaylatin. Bu asosiyati ikki nachar sifatni jug'lagan odamga aytiladigan maqal temsil. Ikki nachar sifatni bir odam jug'lasa ahashban su'a kaylatin. Asli atajma'u hashban va su'a kaylatin. Hey, sen ikki nachar illatni jug'lamsa, ya'ni asl lug'at bilsa, nachar xurmangni nachar kamchalda satamsan degan. Hash degan nachar xurma. Su'a kaylatin nachar kamchal. Yine 1 kiloligi 950 gram tutgan kamchalni ko'rsatib turadi. Shunga o'xshagan nachar kamchalni ko'rsatib turadi. Yine kam bir tutgan kamchalni. Xurmasi bir nachar bir xurmani yine kam kamchalda tuluq kelmaydigan kamchalni satgan odam uchun asli o'tirib qo'yilgan maqal tamsil bu. Ahashban su'a kaylatin. Nachar xurmangni nachar kamchalda satamsan. Hozir bizda bu amil tashlangan. O amil qilsa atajma'u hashban va su'a kaylatin. Nachar xurmangni nachar kamchalda satamsan. Sen beri ishkidani nachar sifatni jug'lamsan deganni ko'rsatib, tajma'u degan pulning maf'ul bo'ldi. Mana shunga o'xshagan ba'zi joyda maf'ulun bihlarning amili tashlanishi vojib bo'lgan va tashlanishi durust bo'lgan ahvollar bor. Bugungi darsimiz shundan bilan oxirlashdi. Keyingi darsimiz at-tanazu fil amal degan haqida to'xtalamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.